Assalomu alaykum. Shomat Xalq bankimizning tadbirkorlari. Bugungi kunda, hozirgi kunda bizlar Xalq bank tizimimizda yangi kredit produkti bo'yicha sizlarni tanishtiramiz. Bu produktimizning nomi kelajakka birinchi qadam. Yorqin kelajak sari krediti hisoblanadi. Bu kreditda tartibi qarz oluvchiga bo'ladigan talablarimiz birinchi navbatda o'z-o'zini band qilgan shaxs bo'lishi kerak. Yoki tadbirkor tartibdagi tadbirkor yoki yuridik shaxs faoliyati tashkil etgan holda faoliyat yurituvchi oliy ta'lim bitiruvchilar bo'lishi kerak. Bu kreditimiz bitiruvchilarga beriladigan kredit hisoblanadi. Bu o'z-o'zini band qilib olsa ham bo'ladi yoki yakka tadbirkor yoki yuridik shaxs maqomiga ega bo'lsa ham bo'ladi. Ikkinchisida yuridik shaxs va yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan tadbirkorlik subyektlari. Qarz oluvchiga qo'yiladigan talablar qanday bo'ladi? Bitiruvchi bosqich talabalari, ya'ni oxirgi oliygohni tamomlaganiga 3 yildan oshmagan bitiruvchilar bo'lishi kerak. Salbiy tarixga ega bo'lmasligi kerak kriteriylar. Oxirgi 12 oyda asosiy qarz yoki foizdan so'ndirish jadvalida muddatini 3 marta 60 kundan o'tib olmasligi kerak. Ya'ni bu degani 60 kundan 2 oydan oshib ketmagan bo'lishi kerak. 90 kundan o'tmagan bo'lishi kerak. 3 oydan oshmagan bo'lishi kerak. Muddat o'tgan qarzdorlik bo'lmasligi kerak. Oliy ta'lim bitiruvchisi o'z-o'zini band qilgan holda yakka tadbirkor yoki yuridik shaxs bo'lgan bo'lishi lozim. Kreditning maqsadi loyihani amalga oshirish yoki aylanma mablag'ni to'ldirish bo'yicha beriladi. Kredit maqsadi. Tashabbuskorning ulushi qanday bo'ladi bunda? Loyiha qiymatining 30% dan kam bo'lmagan miqdorda 100 million so'mgacha kreditlar tashabbuskorning ulushini talab etmaydi. Ya'ni 100 million so'mgacha bo'lsa, tashabbuskorning ulushi talab qilinmaydi. 100 milliondan oshsa 30% dan kam bo'lmagan holda o'z ulushi, ya'ni o'z mablag'i bo'lishi kerak. Loyihada kredit summasi o'z-o'zini band qilsa 100 million so'mgacha, yakka tadbirkor bo'lsa 1 milliardgacha, yuridik shaxs maqomiga ega bo'lsa 5 milliard so'mgacha olib beradi. Bunda imtiyozli kredit tadbirkorlik subyektlariga har 1 milliard so'm qiymatgacha bo'lgan mablag' uchun kamida 1 nafar bitiruvchini ishga qabul qilishi shart bilan ajratiladi. Muddat 84 oygacha. Agar aylanma mablag' to'ldirish uchun olingan bo'lsa 3 yil beriladi. Imtiyoz davri 2 yilgacha, aylanma mablag' olingan bo'lsa 6 oygacha bo'ladi. Kredit foizi O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank asosiy stavkasi +4. Kredit valyutasi so'mda yaratiladi. Kredit ajratish shakli pul o'tkazish yo'li bilan. Ya'ni shartnoma orqali, shartnoma olib kelingan joydan o'tkazib beriladi. Garov qanday bo'ladi? Garovimiz ko'char va ko'chmas mulklar. Shu natural obyektlar, turar obyektlar shular garov olinadi. Bunda 100 million so'mgacha 3-shaxs kafillik yoki kredit qatnashchilarni qo'shish bo'yicha sug'urta qo'yiladi. 100 million so'mgacha bo'lganlarda kafillik bilan beriladi. Bundan keyingisi, bundan oshiq bo'ladigan bo'lsa garov bo'ladi. To'lov grafik, annuitet yoki differensial, ya'ni oluvchining talabına qarab qo'yiladi, xohishina qarab. Bunda hozirgi kunda resurs mavjud. Agar kimda kim qiziqtiradigan bo'lsa, kelib bankka murojaat qilishi mumkin. Yaqinlar olsa shuni eslatmaysiz, so'rab qolamiz. Hammaga rahmat.